Bobur shahrida yaqinlashib kelayotgan Navro'z umumxalq bayramini munosib kutib olish maqsadida keng ko'lamli obodonlashtirish hashari tashkil etildi. Uning doirasida shahar hududlarida ko'kalamzorlashtirish ishlari jadal sur'atlarda olib borildi. Ko'chat ekish, yangi gulzorlar barpo etish, yo'lak va xiyobonlarni tartibga keltirish, atrof muhitni saramjon sarishta qilish kabi xayrli tashabbuslar amalga oshirildi. Bu ishlar nafaqat shahar qiyofasini yangilashga, balki aholi uchun yanada obod va qulay muhit yaratishga xizmat qildi. Ushbu ezgu tadbirda Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining yuzlab ishchi xodimlari ham faol ishtirok etdilar. Mana bugun tashkil etilgan hashar ishlariga Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati ishchi xodimlari tashrif buyurdik hamda o'z hissamizni qo'shish maqsadida bu yerda obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlarini olib bormoqdamiz. Daraxtlarni yumshatish hamda bu yerlarda tekislar ishlarini olib bormoqdamiz. Hasharchilar o'z mehnati bilan shahar obodligiga hissa qo'shib, umumxalq hasharida birdamlik va hamjihatlik namunasini namoyon etdilar. Obod va sarishta muhit esa yaqinlashayotgan Navro'z bayramining fayz va barakasini yanada oshirib, yurtdoshlar qalbida ko'tarinki kayfiyat uyg'otdi.